Assalamualaikum, hörmətli qarindaşlar. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısında görüşənləri qızğın qarşı alırıq. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti və Şərq Türkistan Milli Uyg'unish Harakati Barin inqilobining 33 yilligini xatırlash münasibəti bilan 5 aprel kuni Amerikaning Washington və Kanadaning Edmonton shahrida namoyish o'tkazdi. Tuanda Washingtonda o'tkazilgan namoyishning tafsilotini diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkiston sürgündə hökuməti və Sharq Turkiston Milliy Harakati 5 aprel kuni 1990 yılı 4 ayının 5 günü Şərq Türkistanның Aqto nayisi Barin yezisida Xitoy tajovuzchilarining irqiy qirg'inchiligi va ishg'oliyatiga qarshi Şehit Zaydin Yusuf başçılığında qo'zg'alib, Xitoy tajovuzchilari tarafidan qonliq bostirilgan Barin inqilobini xotirlash, qahramonlarni yod etish va ro'yidan ulgu olib, ularning Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish nishonini amaliylashtirish uchun xalqaro jamiyatni harakatga keltirish orqali Sharq Turkiston xalqining abadil abad hurligining asosini yaratish maqsadida Washingtondagi Oqsaroyning oldida va Kanada Edmontonda namoyish o'tkazdi. Washingtonda o'tkazilgan namoyishda Sharq Turkiston sürgündə hökumətinin baş ministeri Salih Xudoyer apandi axborot e'lon qilib mundaq dedi. Bundan 33 yil burunqi bugungi kunda Sharq Turkistonning Aqto nayisi Barin yezisi va boshqa joylardagi minglagan Sharq Turkistonliklar birdek o'rnidan dasturib Xitoyning Sharq Turkistondagi mustamlikchilik va irqiy qirg'inchilik siyosatiga qarshi namoyish qo'zg'adi. Sharq Turkiston sürgündə hökuməti və Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Harakati şehitlərimizning baturluq ro'yini hurmat bilan eslaydi. Yana Xitoy tajovuzchilarining qo'lida irqiy qirg'inchilikqa va qo'l ishchilikqa majburlanayotgan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa Turkiya xalqlarini yod etadi. Biz Sharq Turkiston va uning xalqining ozodligi uchun kurash qilayotgan vaqtimizda davomli ularni eslaymiz va ular uchun duo qilamiz. O'tgan 70 necha yil mobaynida millionlagan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa Sharq Turkistonliklar Xitoyning rəhimsiz ishg'oliyati va Sharq Turkistonni mustamlaka qilishi natijasida halok bo'ldi. Bugun biz bu yerga kollektiv motam tutish, Sharq Turkiston xalqining bosh egmas jasoratini unutish uchun yig'ildik. Ular garchi o'lim xavfi ostida qolgan bo'lsa-mu, tilimizni, dinimizni, zaminimizni va kimligimizni jon tikib qo'g'daydi. 1990 yili 4 ayning 5 kuni Sharq Turkistonning Barin yezisidagi kishilar o'rnidan dasturib Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining nüfusini azaytish maqsadida irqiy qirg'inchilik va mustamlakachilik siyosatini yurgizib, Uyg'ur va boshqa turk homildor ayollarining hamilasini shurvitishdek irqiy qirg'inchilik qilmishiga qarshi marhum shehidimiz Zaydin Yusuf boshchiligida norozilik namoyishi elib boradi. Ammo Xitoy xalq ozodlik armiyasi namoyishni shiddat bilan bostirdi. Xitoyning bu rəhimsiz inkosi 1949 yili Sharq Turkistonni besib kirgandan buyon o'zini ozod qilg'uchi deb tasvirlagan bilan amaliyotda mustamlikachi, irqiy qirg'inchilik yurgizilgan zolim tajovuzchi ekanligini isbotlagan. Buningga javoban Sharq Turkiston xalqi qo'liga qurol olib, o'zini mudofaa qilish, vatanini Xitoy tajovuzchilaridan ozod qilib, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishga bel bog'laydi. 1990 yildagi Sharq Turkiston milliy qo'zg'oloni dunyoga Sharq Turkiston xalqining mustaqillik izlanishidan voz kechmaganligini namoyon qildi. Bundan boshqa u Sharq Turkiston xalqining vatanini ozod qilish va o'zlarining mustaqilligi va mavjudligiga kafolatlik qilish uchun oxirigacha qurbonlik berishni xohlaydiganligini ko'rsatdi. Baxtga qarshi Xitoy tarafidan bostirilgan 1990 yildagi Sharq Turkiston milliy qo'zg'oloni Xitoyning Sharq Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchiligining muqaddimasi bo'lib, necha minglagan qurolsiz Uyg'ur va boshqa turk xalqi bir qancha kun ichida rəhimsizlarcha qatl qilindi. 7600 nafardan ortiq Uyg'ur qo'lga olindi. Ko'pinchisi qiyin qistoqqa ilinib, uzun muddatli qamoq jazosiga va o'lim jazosiga hukm qilindi. Qandaqla bo'lmasin, 1990 yildagi Sharq Turkiston milliy qo'zg'olonining jasoratli shehidlari bergan qurbonliklar o'zlarining milliy ozodligi va mustaqilligi uchun izchil kurash qilayotgan Sharq Turkiston xalqiga ilhom beradi. Bir davlatning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi va mavjud bo'lib turishiga kafolatlik qilish huquqi xalqaro qonunda belgilangan bo'lib, dunyodagi barliq demokratik va erkin davlatlar tomonidan hurmatlanadi. Sharq Turkiston tarixdan beri azaldan Xitoyning bir qismi bo'lib boqmaganligi uchun Xitoy jahongirligi irqchi hukumatı va uning tarafdorlari Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishini mangulik oxirlashtirish va uni Xitoyning mustamlikasiga aylantirish uchun
umumyüzlük irqiy qirg'inchilikni boshlatdi. Uyg'ur va boshqa turk xalqining diniy e'tiqodining ziyonkashlikka uchraganligidek xato qarash va fikrlar mavjud bo'lib, haqiqat shuki, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlari Sharq Turkistonning haqiqiy xo'jayinlari bo'lganligi uchun irqiy qirg'inchilikqa duch kelmoqda. Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligining manbasi bo'lsa, Sharq Turkistonning ishg'ol va mustamlika qilinishidan iborat bo'lib, Sharq Turkiston xalqining mustaqilligini asliga keltirish uchun qilayotgan izchil kurashlarini yo'qotishni maqsad qiladi. Amaliyotda Xitoyning yuqori darajalik amaldorlarining oshkorlangan nutqlarida millionlagan Sharq Turkistonliklarning mustaqillik ideyasining ta'siriga uchraganligi va bu ta'sirni tamoman yo'qotish ochiq-oshkora so'zlangan. Xitoyning Sharq Turkistonning mustaqilligidan qo'rqishi uning davlat mudofaa strategiyasida aks etgan bo'lib, uningda Sharq Turkistonning mustaqillik engining ta'siriga uchrashning oldini olishni 4 cho'ng davlat mudofaa nishonining biri qilib ko'rsatgan. Xitoy 2014-yildan boshlab millionlagan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk xalqlarini Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishining oldini olish maqsadida Sharq Turkiston va Xitoyning ichkari o'lkalaridagi jazo lagerlari, turmalar, qul ishchi lagerlariga qamab, irqiy qirg'inchilik yurgizgan. Bizning kulturimiz, diniy e'tiqodimiz, tilimiz va kimligimiz, tariximiz va mavjudligimiz 21-asrda sistematik turda yo'q qilinmoqda. 6 million Yahudi va boshqa millionlagan insonlar cho'ng qirg'inchilikka uchragandan keyin Amerikani o'z ichiga olgan xalqaro jamiyat bundaq qirg'inchilikning qayta takrorlanmasligi uchun va'da berishdi. Ammo 2023-yili Xitoyning 21-asrdagi cho'ng qirg'inchiligiga o'xshash irqiy qirg'inchilik va Sharq Turkistondagi insoniyatga qarshi turish jinoyati izchil davomlashyapti. Bugun biz xalqaro jamiyatni, bo'libmi Amerika parlamenti va Amerika hukumatini yangi qonunlarni o'tirg'a qo'yish, ma'qullash va konkret harakat qo'llanish orqali Xitoyning mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik, ishg'ol harakatini haqiqiy oxirlashtirib, hargiz qaytalanmasin degan va'dasini amalga oshirishga chaqiriq qilamiz. Sharq Turkiston bilan Xitoyning to'qinishi Rossiya bilan Ukrainaning to'qinishiga o'xshash ishg'ol qilingan davlat bilan ishg'ol qilgan davlat o'rtasidagi xalqaro to'qinishdan iborat. Sharq Turkiston masalasi Xitoy aytgandek Xitoyning ichki masalasi emas. U ishg'ol qilingan bir davlat. Biz Amerika parlamentini Sharq Turkistonni Tibetga o'xshash ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilgan qonunlarni o'tirg'a qo'yib va ma'qullab, Sharq Turkiston Xitoy to'qinishini hal qilishga chaqiriq qilamiz. Amerika parlamenti va Amerika hukumatini Sharq Turkistonning adolatni qo'lga keltirish uchun ko'rsatgan tirishchiligini, ya'ni Sharq Turkiston surgundi hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini tekshirishni talab qilib sungan arzini qo'llashini, Xi Jinpingning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizish va insoniyatga qarshi jinoyat tufaylidan tutish buyrug'i chiqarib qo'lga elishni talab qilishga chaqiriq qilamiz. Sharq Turkiston surgundi hukumati yaqinda Twitter va Facebookda turdoshlar aro raisnash harakati ilib berib, Sharq Turkistonning mustaqilligini xohlaydigan yoki Xitoy hokimiyati ostida avtonomiya huquqini xohlaydiganligidan iborat ikki tanlashni sundi. Natijada 2400 dan ortiq turdoshning taxminan 99% Sharq Turkiston bilan Xitoy o'rtasidagi davomlashayotgan to'qinishni hal qilish chorasining mustaqil davlat ekanligini tanladi. Bu Sharq Turkiston xalqining mutlaq ko'p qismining mustaqillikni qo'llaydiganligini, Xitoyning ishg'oliyatiga qarshi turadiganligini ko'rsatib berdi. Bu faktlarga asosan biz Amerika parlamenti va hukumatining Sharq Turkiston xalqining tashqi o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini va ularning Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish tirishchanligini e'tirof qilishini, hurmat qilishini va qo'llashini talab qilamiz. Yig'inchoqlab aytganda, biz Amerika parlamenti va Amerika hukumatini Sharq Turkiston surgundi hukumatini qo'llashga, shundaqla Tibetga qilgan muomalani Sharq Turkistonga ham qilishga chaqiramiz. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining ayollar va bolalar ishlari direktori Amanisa Muxlisi xonim mundaq dedi: "Ko'pchilik, yaxshimisizlar? Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi aytgandek, Sharq Turkistonda 1990-yili portlagan Sharq Turkiston inqilobi Xitoyning Sharq Turkistondagi ayollar va bolalar bu vaqtlarga qarta yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik harakatiga qarshi qo'zg'algan inqilob edi. Xitoy 1949-yilning oxirlarida Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan keyin
Uyg'ur va boshqa turk buvoqlarning tug'ilishining oldini olish, Uyg'ur va boshqa turk ayollarini ona bo'lishdan mahrum qilishni maqsad qilgan rəhimsiz mustamlikchilik va irqiy qirg'inchilik siyosatini yo'lga qo'ydi. Xitoy hukumatining 200 dan ortiq homilani onalarining qo'sqidan tushirib etishi Barin xalqini ko'chalarga chiqib, Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatiga qarshi namoyish qilishga majburladi. Xitoy hukumati Uyg'ur va boshqa turk buvoqlariga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizish bilan birga Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk ayollari va bolalarga jismoniy va psixologik zulm qildi. Millionlagan Sharq Turkiston ayollari bek ko'p bolaliq bo'lish, bola tushirib etishni rad qilish, hatto bolalarga turk madaniyati, tili va islom dinini o'rgatish qatorliq bema'ni ayblashlar bilan qoralanib, hozirmi jazo lagerlari va turmalarda irqiy qirg'inchilikqa uchramoqda. Sharq Turkiston ayollari bosqinchilik qilish, qiynash, jinsiy parakandachilik, o'lim jazosi berish qatorliq insoniyatga qarshi tasavvur qilg'isiz jinoyatning qurboniga aylandi. Millionlagan Sharq Turkistonlik ayollar Sharq Turkiston va Xitoyning ichkari o'lkalaridagi qul emgak lagerlarida majburiy emgakka selindi. 100 minglagan Sharq Turkiston ayollari tug'mas qilib etildi. 10 minglagan Sharq Turkiston ayollari Xitoyning Uyg'ur va boshqa turk xalqini yo'qitishining bir qismi va davlat qo'llagan tajovuzining bir qismi sifatida Xitoy erlari bilan to'y qilishga majburlandi. Xitoy hukumatining sonliq ma'lumotiga asoslanganda 880,500 nafardan ortiq Uyg'ur va boshqa turk bolalari oilasidan majburiy ilinib, Xitoy Darultam yoki davlatning yatoqliq maktablari deb atalgan ming lagerlariga qamalib, Xitoy madaniyati va kimligi bilan yetishtirilib, o'z tili va kulturi bilan yetishtirilish imkonidan mahrum qoldirildi. Axborotda tarqalayotgan sillardan Xitoy tajovuzchilarining bolalarni Xitoy Xalq Ozodlik armiyasining kelajakdagi askarlari qilib yetishtirishni nishon qilib tarbiyalayotganligi, bolalarning mingisining allburunla yuyilib bo'lganligi ma'lum bo'ldi. 2023-yili Sharq Turkistonda yuz berayotgan bu ishlar xalqaro jamiyatning oldini ololmagan va to'xtatolmayotgan aslo qaytalanmasin degan irqiy qirg'inchilikdan iborat. Xitoy hukumatining hozir Uyg'urlar va boshqa turk ayollar va bolalarga qilayotganlarining 21-asrdagi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ekanligini har kim bilsa-mu, buningga nomussizlarcha sal qaraydi. Sharq Turkiston ayollarini sistematik turda tug'mas qilib o'tish, qul emgakiga selish, ularga bosqinchilik qilish, Sharq Turkistonlik turk bolalarini oilasidan majburiy ayirib o'tish, buvoqlarini tushirib o'tishda qilmishlarga sukut qilish vijdonsizlik, inson haqlari, ayollar haqlari va bolalar haqlari prinsiplariga xiloflik qilganlik bo'lib, sukutni buzadigan Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik, bolalar va ayollar haqlariga xiloflik qilishdek insoniyatga qarshi Xitoyning mas'uliyatini surishti qiladigan vaqt keldi. Biz Amerika parlamenti va hukumatidan Xitoyning Uyg'ur ayollarini Xitoylar bilan to'y qilishga majburlash qilmishini davlat qo'llagan bosqinchilik deb e'tirof qilib, mas'uliyatini surishti qilishni, Xitoydan oilasidan ayirib etilgan bolalarni oilalariga qaytarib berishni talab qilishini, Amerikani o'z ichiga olgan xalqaro jamiyatning Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasidan Shi Jinpingni eng oldi bilan Uyg'ur va boshqa turk ayollarini nishon qilgan irqiy qirg'inchilik jinoyati va insoniyatga qarshi jinoyati sababli qo'lga olishni talab qilishga chaqiriq qilamiz. Biz xalqaro jamiyatni bo'libmi Amerika parlamenti va hukumatini qayta takrorlanmasin degan va'dasida ching turib, Sharq Turkiston ayollari va bolalarini qutuldirib qolishni talab qilamiz. Biz dunyoning har qaysi joylaridagi barliq ayollar, bo'libmi ayollar va bolalar huquq faoliyatchilari va rahbarlarining sukutni buzib, Sharq Turkistondagi ayollar va bolalarning huquqini qo'g'dishini talab qilamiz. Oxirida biz Amerika hukumati va parlamentidan Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishini qo'llashini talab qilamiz. Sharq Turkiston mustaqil bo'lgandala, Sharq Turkiston ayollari va bolalari Xitoyning bosqinchilik qilmishining qurboniga aylanishdan qutulib qola oladi. Amerika armiyasining pensiyaga chiqqan ofitseri Bin Lavsin muhim so'z qilib, 1990-yili hurlik uchun o'rnidan dasturgan barin xalqining inqilobini Xitoyning rəhimsizlarcha bostirganligini, bu kunni xotirlashning ahamiyatini, Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan vahshiy qilmishlarining yildan yilga avj olganligini, har bir fursatning Sharq Turkiston xalqining atisini yaratadiganligini, Shi Jinpingning diktator irqiy qirg'inchilik hokimiyati bilan hamkorlashmoqchi bo'lgan hamkorlashayotgan g'arb davlat shirkatlarining hamkorlikni to'xtatishi, majburiy emgakdan foyda olmasligi kerakligini, uning o'rniga erkin davlatlarning Sharq Turkiston xalqining hurlikka chiqishi uchun yordam qilish kerakligini aytdi. Sharq Turkiston yoshlar qurultayining raisi Tumaris Almas xonim
Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun kurash qilishning ahamiyatini ta'kidladi. Lager shahidlaridan Zumrat Davudxonlar muhim so'z qildi. Vatandan nim bo'layotganligini, qanday irqiy qirg'inchilik uchrayotganligini dunyoga anglab kelyapman, shu orqali bilib olsanglar bo'ladi. Bizning ota-onamizdan tortib bu dardni tortib kelibdi. Bu qirg'inchilikni beshda o'tkazib kelibdi. Ota-onamizning nurg'un dard asarlarini anglab cho'g'ilgan biz. Holaki bugungi kunga qadar, bugungi kunda bizga bu irqiy qirg'inchilik beshimizga keldi. Inshaalloh bu bizning beshimizga kelgan dardlarni biz bolalarimizga qo'yib qo'ymasligimiz kerak. İnşallah bizden birden bir çıkış yolumuz mustaqillik, mustaqil bulmagıcılık bizge kun yok. Xitay bizni boş koymaydı. Şunun için hammalarning mustaqillik kurashiga atılışınlarını ümit qilman. Köpten köp rahmat. Sharq Turkiston sürgünde hükümeti ve Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining Barin inqilobini xotirlab o'tkazgan axborot e'lon qilish yig'inini Turkiyada chiqadigan oxirgi so'z gazeti 6 aprel kuni xabar tugmini va AINay xabarlari 7 aprel kuni tafsiliy xabar qildi. Onundan başqa Qozog'istonning Almaty shahrida Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining tashkillashi bilan iftorda Barin inqilobining 33-yilligini xotirlash, Barin shehidlarini yod etish, duo qilish, ro'yidan ilhom olish faoliyati o'tkazildi. Faoliyatga Almaty shahridagi Uyg'ur, Qozoq qatorliq qarindoshlar qatnashdi. Sharq Turkistonning tarixi, Barin inqilobi aslab o'tildi. Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa la'natlandi. Xalqning irqiy qirg'inchilikdan qutulib hurlikka chiqish uchun duo qilindi. Qozog'istondagi qarindoshlarning uyg'onib Sharq Turkistonlik qarindoshlarning hurlikka chiqish uchun harakatlanish kerakligi ta'kidlandi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining O'rta Osiyo vakili Raykana Muxlisi Barin inqilobining qo'zg'alish sababi va qonliq bostirilish jarayonini qisqacha bayon qilgandan keyin Barin inqilobining yaqinqi 30 yildan buyongi Sharq Turkiston xalqi beshidan kechirgan qirg'inchiliklarning biri ekanligini, bu qirg'inchilikning davomining Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq Turkiya xalqlariga qarata yurgizilgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat bilan oxirlashganligini aytdi. Almatada o'tirishliq peshqadam Uyg'urlardan Ozod Tekin apandi O'rta Osiyodagi Uyg'ur xalqi cho'qim uyg'onishi kerak. Biz aktiv turda Sharq Turkistondagi qarindoshlarimizga yordam berishimiz va ahvollarimizni o'zgartirishimiz kerak dedi. Ko'pchilik Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun amaliy harakat qilayotgan Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatini qo'llashning muhim ahamiyatini, Sharq Turkiston uchun birdan-bir qutulish yo'lining Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ekanligini o'rtoqlashdi. Sharq Turkiston mustaqillik harakatining burunqi rahbarlaridan Yusufbek Muxlisining inisi Adi Muxlisi apandi biz bir millat sifatida mavjud bo'lishimiz uchun mustaqillikni asliga keltirishimiz kerak. Biz yana Xitoyning hukmronligi va zulmi ostida davomli yashay olmaymiz dedi. Mag'lubiyat jangda o'lib olishdan emas, borgan sari dushmanga o'xshab qolishdan keladi. Ali Izzat Begovich taqlid haqida so'z ochgan vaqtda bugun taqliddan nasiba olmagan nimamiz qoldi degan savol bizdan javob kutib turibdi. Albatta, o'zimizning madaniyat va kultur dinamikalarini asos qilgan holda xosligimizni beyitish va taraqqiyotimizni kuchaytirish uchun bizda yo'q, ammo boshqalarda bor bo'lgan bilim, texnika va boshqa zarur qurilmalarni qabul qilib elib kirsak, bu orqali moddiy taraqqiyotda kuchlansak kerak yo'q. Ham bu xil shaklda ilgirlash taqlidchilikka yotmaydi. Chunki bu xil ilgirlash va qabul qilishda nimaga ergishayotganligimizni, nimani ilg'ayotganligimizni, nimani import qilayotganligimizni farqlantirib qabul qilamiz. Ammo madaniyat mansubiyatidan yotilish yo'lini tanlab olgan, kultur havzasidan uchumlab suv elishni, ma'rifat buloqlaridan qanday qilib qinib ichildiganligini bilmagan, unutgan holda xato talqinlar asosida o'zini bilgandek o'ylab mag'rurlik niqobi bilan bilarman bo'lib olish, eng muhimi ajdoddan avlodga meros bo'lib kelayotgan nur manbasidan yorug'lik olish orqali farosat ko'zini ochmay turib, qora quyuq holda elib kirish taqlidchiligidan boshqa ish emas. Bundaq taqlidchiliklar hech qachon millatga ilgirlash va chiqish yo'li elib kelolmaydi. Bu yerdagi taqlidchilikdan shubhisizki, mazkur so'zning asli etimologiyasida o'rin tutgan qarog'larcha agishga yetadigan do'ramchi zihniyat, shalg'utlashish va manqurtlashishga elib boruvchi yoki shuning natijasidan kelib chiqadigan oqibatlarga ishorat bo'ladigan taslimiyatchil ong ko'zda tutilgandir. Shundaqla mazkur taqlidchilikdan sanoat va ilmida maymunlashish, aql va zihniyatda dodlashish va do'tlashish,
Madaniyat va kültürdə manqurtlash vəziyyətləri ko'zda tutilmoqda. Burhan Muhammadning Asorat afsonalari bizga nima deydi nomli asridan elindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rgan uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.